Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga Lean Startup tushunchasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Lean Startup bu metod, usul. U sizga nimalar berishi mumkinligi haqida videomiz davomida bilib olasiz. Lean Startup odatda yangi tashkil etilayotgan korxonalar, yangi tovar yoki xizmatlarni yo'lga qo'ymoqchi bo'layotgan korxonalar yoki yirik kompaniyalarning yangi g'oyalarini yo'lga qo'yishdan iloji bo'lsa oldin ishlatiladigan metod. Bu metod sizlarga nima beradi? Avvalo, bu katta mablag'larni tejaydi. Ikkinchi beradigan imkoniyati bu vaqtni tejaydi. Misol uchun, katta loyihalarni amalga oshirish uchun yillab vaqt kerak bo'ladi. 1 yil, 2 yil, 3 yil vaqt kerak bo'ladi. Shu vaqtni tejab qolib, aslida bu mahsulot yoki bu tovar bizni auditoriyamizga kerak. Ular shu mahsulotdan to'laqonli hamma funksiyasidan foydalanadimi? Balki ularga hamma funksiyasi kerak emasdir. Bu narsani oldindan aytib berish uchun amalga oshiriladigan usul hisoblanadi. Buning misoli tariqasida sizga Airbnb yoki bo'lmasam shu bugungi kunda foydalanayotgan Instagramingiz misol bo'la oladi. Siz Lean Startup haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, izohlarda startup so'zini yozib qoldiring. Sizga bu qo'llanmani yuboraman.